auksionning qurboni bo'ldimda. Bir marta bo'ldim, ikkinchi marta bo'lishni xohlamayman. Qandaydir bir ishlatilayotgan buyum, qandaydir bizni pulimiz uchun, qandaydir bizni obro'y mansabimiz uchun yonimizda yurayotgan insonlardan uzoqlashishimiz kerak. Bu insonlar bizni jar yoqasiga olib boradi. Bizni jarliklarga, tubsizliklarga tashlaydi. Bu insonlardan uzoqlashinglar. Bu qizning maqsadini endi men tushunib yetdim. Endi sizlarga aytaymi nima maqsad? Yomon ko'rsanglar ham, yaxshi ko'rsanglar ham qo'y. Kuchli bir idrok va kuchli bir aql darajaga ega inson qiz ekan bu. Tushundinglarmi? Tushundinglar? Maqsad birinchi maqsad meni to'rga tushirish bo'lgan. Meni ojizligimdan, qalbim yaraligidan foydalanib, o'zini menga yuvosh qo'zichoqdek ko'rsatib, meni Qozog'istonlargacha borishga majbur etdi. Birinchisi, qanchadan qancha rasxotlar qildim. Onasini emsin rasxotlargacha menga qildirdi. Ikkinchisi, u orqali o'zini katta bir reklamaga tiqib, o'zini qandaydir darajada reklama qilib, insonlarga o'zini ko'rsatib, aqli zaif, ongi yo'q qo'zichoqlarni hozirgi kunga olib kelib, efiriga big'illatib so'ymoqda. Kechirasizlar. Men orqali uni izidan sizlar ham to'rga tushib, sizlar ham qandaydir qamalga tushib, tubsizlik jariga sizlar ham tushib ketib qolmanglar. Sizlar o'ylashinglar mumkin. Bitta puling tugab, bitta to'rtta sog'ayib o'rmay qolganingdan keyin sen ham hech kimsan. Lechkada yozishayotgan, WhatsApplarda yurayotgan katta bir biznesi bor qiz. Seni ham